Assalomu alaykum hammaga, meni kanalimga kirib videolarimni ko'rayotganlarga. 2025-yil 20-noyabr Rossiya Samarskiy oblast Moskvaga qarab ketyapman. O'tgan safar Qozog'istonda tong otishni ko'rsatuvdim, bu yerda quyosh botayotgani. Bu endi jonlik, ranglar vahshiy bo'lishadi. Quyosh chiqib turgani bilan sovuq havo. Qor yo'q, yo'llar quruq mana. Найден более быстрый маршрут. Alisa, не надо. Хорошо едем. Mana Moskvagacha qolgan masofa. Oy, tog'lar turibdi. Quyosh o'zi ham mana kirek deb turibdi. Ranglarni qaranglar. Bo'lakchalar.